Alloh shu ko'rsatuvingizni hammaga manfaatli bo'ladigan bo'lsin. Allohu akbar. Bismillah. Foydamiz aniqini chiqaramiz. Taxminan chiqarmaymiz, aniqini chiqaramiz. Misol 500 ta qo'y boqib, misol ko'pchilik qancha foyda qilasiz deb biroz so'rab qo'ymadingiz-da degan obunachilarimiz bor-da. Shunga agar sir olmasa, uni qanaqa bo'larkin e'tiborsak? Sir olmasa qancha daromad qilasiz? Shu 500 ta. Uni e'tiborsak qo'y boqadigan odam ko'payib ketadimi deyman. Ko'paysin, xalqimiz foydalansin. Xo'p, endi o'sha chayni soda bilan tuzni shunga qo'shamiz, yem ichiga. Mana shu somonni ham o'sha uchun qo'shamiz. Shu narsalarga o'tilgandan keyin boygi narsa yo'q. Faqat yaxshi natija olish uchun emas. Har bir ishda foydasiga qarab qilinsa, shunda baraka bo'ladi inshaalloh. To'p bo'ladi. Urinib qoladi. O'shaning uchun biz endi bu texnologiyani Germaniyadan olganmiz. Akam yaqinda malaka oshirishga Germaniyaga borganlarida biridan yana xuddi shunaqa. Bir oyda bir marta o'shanaqa dorilarni. Bir oyda bir marta o'shanaqa vitamin, mikroelementlik suv beramiz. Suviga qo'shib beriladi. Suviga qo'shib beramiz. Endi bundan keyin mana yemlarni hozir nari joyida ko'rsatamiz. Uni nariyoqdan ko'rsatamiz. Oyog'ini qo'yadi, mana oraliq har doim bir xil bo'ladi. Bir xil turaveradi. Bu o'sha uchun, bir xil turish uchun. Xo'p, oxirida 45 santimetrga qo'yganmiz. Betonga nisbatan 45 santimetr. Eng qiziq joyi mana yemimizda tarkibida necha xil yem bor va qanaqangi vitaminlar qo'shiladi, shularni sizlarga endi to'liqroq Akmal akam bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Mana qarang. Endi yemni imkoni bo'lsa, juda mayda qilish kerak emas. Mana o'shaning uchun bizga juda mayda emas. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakat Uz kanal nashatli obunachilari. Mana bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanidamiz. Akmal akamizni fermalariga kelganmiz. Bu yerda 500 boshga yaqin so'luqlarimiz hamda qo'zi-qo'chqorlarimiz boqilayotgan joyga keldik. 5 ta 6 ta qo'chqorni boqib turib, boqishni mana yorvordim deb yurgan ekanman akalar. Bu yerda hozir boqilish sir asrorlarini qo'limizdan kelgancha inshaalloh Akmal akamiz bilan to'liq ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz akalar. Bu akamiz ham mana shunchalik natijaga erishgungacha ancha mehnat qilgan akalar. Videolarimizni like bosib, qadrlagan holatda akalar, chunki ashaqdan imonni mana shu yerda sizlar uchun manfaatli video qilamiz degan maqsadda keldim va o'shunga yarasha xudo xolasa bu yerda zo'r video bo'ladi. Birinchi navbatda ratsionlarini gaplashib o'tib ketamiz va ikkinchi o'rinda qo'ylarimizni boqilish tartibi hamda vaksinalarini qanday vitaminlarni berish kerak, inshaalloh shularni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Akmal aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Barakasini bersin, ziyoda qilsin bundan ham va bizni tomosha qilib turgan obunachilarimizni hammasiga nasib qilsin. Amin, amin, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat, alhamdulillah. Alloh shu ko'rsatuvingizni hammaga manfaatli bo'ladigan bo'lsin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Xushkepsiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Maza qildim. Birinchi o'rinda pokizaligiga, fermani qaranglar, haqiqiy buni kayfi boshqa, ha? Shunday. Akmal aka. Boy sizga ham hazil qildimi? Biz shuni kayfiga o'tirib qolganmiz. Mashalloh. Xo'p, chorvani endi boshlanishini shu kirishdan boshlasak. Xo'p. Bir chekidan kirib kelsak, albatta. Osonroq bo'ladi. Gap yo'q. Siz nima desiz shu. Chunki sizni tajribangiz bizga nisbatan ancha yuqori. Hozir videodan oldin ham suhbatlashdik akalar. Haqiqatdan men ko'rib, men qo'y boqishim, o'pishim nol ekan devordim. To'g'ri gapda. Qaysidan, nimadan boshlaymiz aka? Ratsiondanmi? Kirishdan boshlaylik. Xo'p. Aynalib chiqib, keyin oxirida skladga kirib, yoqdan keyin ratsionni nima qilamiz? Orada ham ratsionni etib ketaveramiz. Aralashib ketadi. Aralashib ketadi. Aralashib ketmasa, ko'rayotgan tomoshabinlar ham bor-ku. O'sha joyini o'zini ko'rib qoladi-da. Bu yerda hozir bir chekidan aralashtirib ketsak, boshdan oxirigacha ko'radi, ko'proq manfaat bo'ladi inshaalloh. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, boshlanishi bu yerdan boshlaylik deganimiz sababi qo'ylarimiz birinchi tug'ib kiradigan guruhimiz shu. Bo'g'ozlikdan tug'ib kiradi. Shunaqasidan chiqib ketamiz-da oxiriga yetkazib. Xo'p, demak, bu yerdagi hozir qo'ylarimiz tug'ilganiga eng uzog'i 15 kungacha turadi. Bu yerda, bu yerda turishining sababi bu yerda faqat onalarni emadi va anetdagi tosh tuzimiz bor. Hazil-huzul bilan o'shani yalab turishadi. Bu yerda suvlarimiz bor, suv ichishadi. Xo'p, bu paytida maydalangan yem yeyish mumkin emas. Xashak yeyish mumkin emas, sils yeyish mumkin emas. O'shaning uchun bular narigi tomonga o'tmaydi. Faqat onasini emadi. Qo'zilar, Faqat qo'zilar. Onalariga
o'sha hamma qator ratsiondagi ovqat deyishadi. Ha. Biz endi hozir soat 1 bo'lganlik hisobidan hozir ovqatlarimiz уже kamaygan paytida. Ha. Bularni yeydigan narsasi, onalarimizni yeydigan narsasi 350 gramm kombikorum bir mahaliga. Ha. Kuniga 2 mahal yeyishadi. 700 gramm kombikorum yeydi va 1,5 kilo bilan 2 kiloni orasida silis yeydi bir mahaliga. Ha. Bu degani sut ishnisi 3,5-4 kilo silis yeydi. Ha. Keyin silisga обязательно somon aralashtiramiz. Somonimiz 2-3 santimetr kattaligida. Drabilkadan chiqqan. Drabilkadan chiqqan. Undan kichkina bo'lsa bo'lmaydi, undan katta bo'lsa ham bo'lmaydi. Shu iminda norma bo'lishi kerak. Hali aytib o'tib ketganingizdek, somon berishlik shart ekan Shart. qo'yga. Somon bermasa bo'lmaydi. Ha. Somon ham berish kerak, imkon bo'lsa beda ham berish kerak. Ha. Bizda endi qo'y ko'pligini hisobidan bedani ichidagi boyagi mikroelement vitaminlarni tashqaridan boyagi premix bilan beramiz. Boya aytganimdek, bir oyda 5 kun, 6 kun suvga aralashtiradigan vitamin beriladi. O'shan bilan boyagini o'rnini to'ldiramiz. Ha. Hozir bedani narxini oshib ketgani sababidan. Ha. Agar arzonroq bo'ladigan bo'lsa, beda bersa zo'r bo'ladi. Tabiiyda endi. Tabiiy zo'r. Endi o'shani imkoni yo'qligidan biz hozir shu preparatlardan foydalanyapmiz. Demak, 10 kun, 15 kun bitta bo'lgandan keyin Aha. bu gruppaga o'tiladi. Mana. Bu yerda 1 oygacha bo'lgan qo'zilarimiz. 1 oydir, 40 kundir, 45 kunlik qo'zilarimiz ham bor bu yerda. Aha. Mana bularda уже qo'zilarni bu tomonga o'tishga imkoni bor. Ha. Alohida suv, hozir mana endi suv to'ldirib kelyapti, hozir to'ldiradi bu yerda. To'ldiradi. Qo'zi bu yoqqa o'tadi. O'tib mana yeyishni boshlaydi. O'rganishni boshlaydi. Bu hozir kamayib qolibdi, hozir bolalarga aytamiz, solib qo'yishadi. Bu yoqda boyaga aytayotgan tayyor yemimizni yeydi. Qo'zilarga starterni yem beramiz. Starterni degani endi uni nimasini keyin qo'yib o'tamiz alohida. Qo'zilarda o'sha starterni degani bularda bug'doy ozgina qo'shimcha bo'ladi, makkayi sal qo'shimcha bo'ladi. Qolganlarga qaraganda asosan soya shuroti ko'proq bo'ladi. Ha. Soya shuroti misol uchun qolgan qo'ylarimizga 1 tonnaga 60 kilo, 80 kilo qo'shadigan bo'lsak, qo'zilarniki 120 kilo, 130 kilo qo'shamiz. Ko'proq qo'shilar. Ko'proq qo'shiladi, iminni qo'zilarni tezroq rivojlantirishini uchun. Ha. Bu oxirimizda somonimiz maydalab qo'yganmiz, bedani maydalab qo'yganmiz. Buni endi bu 15 kunlikdan keyin kiradigan joy-ku. Bu yerda nomiga yalab o'rganishadi. Buni gumbillatib yemaydi. Yemda ham xuddi shunaqa. Misol uchun deylik, men bu yerda hozir 20 taga yaqin qo'zi bor. 20 taga yaqin qo'zi 2,5 kilo ertalab, 2,5 kilo kechqurun o'sha boyagi kombikorum solamiz. O'shani zo'rg'a yeb tugatishadi. Ha. Nechtasi endi yeb boradi o'shani? Mana shu yerda hozir bir 20 taga yaqin qo'zi bor. Ha, shular yeb boradi. O'sha qo'zi yeb boradi. Xo'p, keyin bundan keyin o'sha bir 2 oylarga yaqin bitta tur 1,5 oydan o'tgandan keyin 2 oy oralig'ida bunisiga o'tadi. Mana. Bu katakka o'tadi. Ular endi ancha dadil bo'lib qoldi. Ha, bu katakka o'tadi. Endi bu yerda o'sha bu qo'zilarimiz katta qo'ylarimiz yeyotgan yemni yeydi. Boyaga aytayotgan 60 kilo, 80 kilo soya qo'shadigan yemimiz bor-ku, o'sha yemga o'tadi o'sha. Qo'ziligida boyaga 15-20 kun narigini yeb oladi-da, keyin bunga o'tadi. Bularda ham xuddi o'shanaqa narsa. Boyaga ona qo'ylarimizni hammasi почти bir xil narsa yeydi. O'sha 350 gramm yem ertalab, 350 gramm yem kechqurun, 1,5-2 kilo bir mahaliga silis, ikkinchi mahaliga ham xuddi shunaqa. 150 gramm har bitta boshi hisobida 150 gramm somon qo'shamiz. Ha, shart-a u. Shart. Maydalangan somon qo'shamiz, o'shani aralashib yeydi. U narsa atsidozda oldini oladi. Atsidoz endi boyaga bizda endi qo'ylarimiz o'sha donlik ovqat yeganlik hisobidan, silis yeganlik hisobidan oshqozonida o'sha ichaklarida bijg'ish deb tushuntirsak osonroq bo'ladi, tomoshabinlar tushunishiga. O'sha narsani oldini oladi. Oldini olib berar ekan. Oldini oladi. O'sha narsadan qutulinadi. Biz o'sha chayni soda bilan tuzni shunga qo'shamiz yem ichiga. Aha. Mana shu somonni ham o'sha uchun qo'shamiz. Shu narsalarga o'tilgandan keyin boyagi narsadan to'xtagan. U narsalar chunki bo'lganda bizda. U narsani keyin surishtirib, qiziqib ustozlardan o'rgangandan keyin shu narsalarni qo'shildi, to'xtadi. Oldin birdan ichi o'tib ketishi, yoki mazasi bo'lmagan qo'yda bunaqa qilib turib qolishi bor-ku, o'shanaqa narsalar bo'lardi. Biz endi tushunmasdik, keyin o'sha o'rganib o'sha narsa qilingandan keyin bo'ldi. Batamom tugagan. Ha, tushunarli. Bu masaladan qutulish bo'lgan. Bu ham endi men aytdim, bo'lib qo'yganmiz, suvni idishi. Aha.
Bu yoqdan keyin mana ikkita gruppaga o'rtaga bitta joy qilganmiz. Bu joyda 53 ta qo'zi bor. Mana shu yerda o'zida. Yo'q, ikkalasida. Ha, ikkovida. Chunki mana men 53 ta deyotganim, mana qo'zini kiradigan joy bittada mana. Ha. Onadan maytdan rishotkadan bu yoqqa o'tadi. Narigi gruppadan ham o'sha rishotkasidan bu yoqqa Bu yoqqa o'tadi. o'taveradi. 53 ta qo'zi shu yerdan ovqat yeydi. Aha. 4 metrlik azbis turbadan oxir qilingan. Maxsus yemlarni beriladi. Ha, maxsus yem shunga solib qo'yamiz. Bu ham mana hozir aytolman, hozir uzilgan payti. Ha. 53 ta qo'ziga 15 kilo yem beriladi bir mahalga. Ha. 30 kilo yem yeydi shu 53 tasi. Taxminan yarim kilodan sal oshiqroqqa to'g'ri keladi. Narigi oxirimiz bedaga. Aha. Bularga somon bermaymiz, bularga faqat beda berib qo'yiladi. Chunki bular somon bilan aralashgan silosni bu yoqdan yeydi-da, o'shaning uchun somon bermaymiz Ha, bularga. tushunarli. Sababi shu. Ularga aralashtirilmaganining sababi shu. Mana akalar, qaranglar, hozir juda ham hali porядкalik qilib boqish kerak ekanda. Narigilarda mana ko'ryapsizlar, pog'ona qilib, ajratib, kattalashgan sari ratsionlarini ham o'zgartirib borilar ekan. Obunachilarimizga qisqaroq tushuntirib qo'yadigan uni bo'lsam. tushuntirib o'tib ketish kerak. Endi mana shunchalik qilmasa, yaxshi natija olish qiyin, Ha, ha? yaxshi natija olish yo'q. Faqat yaxshi natija olish uchun emas. Har bir ishda qoidasiga qarab qilinsa, shunda baraka bo'ladi inshaalloh. To'ppa-to'g'ri. Mana shu o'sha qoidalari bo'yicha qilinyapti-da. Keyin yana bitta narsa, zagonlarimizni boya sizga ham tushuntirdim-ku. Ha. Mana buni orasi 3 metr. Aha. Bitta ustun bilan bitta ustun Bitta ustunda orasi 3 metr, shu yerga 9 ta qo'y ketadi. Ha. Har 8 tadan bo'lganman. Mana olsangiz bo'ladi mana. Aha. Eshik qilingan, suv idish qo'yilgan. 8 tadan keyin xuddi shunaqa omonatga bo'lingan, suv idish qilingan. Ha, u bilan buni orasida 8 ta ustun Ha, bor. 8 ta 3 metrdan bo'lganda, demak 24 metr. Ha. 24 metrimizda hozir jami 54 ta turibdi. Nimaga 54 ta? Chunki o'rtasida 1,5 ta oralig'ida qo'zilarga ajratganmiz. Ha, maxsus Mana shu yemlarini ikkitaniki bergan. shu qo'zida joyida turadi. Naryoqda ham xuddi shunaqa, bu yoqda ham 8 ta. Tushunarli. Har 8 taga bo'lib ketganmiz. Xo'p, endi hozir bitta 2 oylikgacha bo'lganlari turadimi? 2 oy, 3 oylikgacha? Yo'q, bu yerda 3 oygacha shu yerda turadi. 3 oylikda uje onadan sutdan chiqib ketadi. Ha. Voy sizga ko'rsatdim-ku, mana buni mana kecha onasini sutdan chiqardik. Mana Oqda. oq qo'zi. Oqda aytdingiz. Urg'ochi qo'zi. Mana, akalar. Urg'ochi qo'zimiz. Mana shu urg'ochi qo'zi kecha sutdan chiqdi. Endi olinadimi boshqa joyga? Endi olinadi. Hozir bu yerda bir keyingi oy bir 15larigacha bu yerda hozir onasini emalmaydi. Ona uje bu onadan ona chiqib ketdi-da. Qo'zini o'zini qoldirdik. Shu yerda yem xashagini yeb turadi. Buni endi yana urg'ochi sheriklari ozgina ko'paygandan keyin bir hech bo'lmasa bir 10 ta bo'lsa, 10 tasini keyin shartta ajratamizda bitta joyda shuna bo'linadi, urg'ochilarni o'zini qilib qo'yadi. Ha, keyin Akmal aka yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Hali videoni boshlashimizdan oldin aytdingizki, 3 oylikgacha emiziladi dedingiz. 3 oygacha emdiraman. Shuni tushuntiribroq Xo'p, obunachilarga. endi uni 3 oylikgacha emdirishini sababi 3 oydan keyin qo'yi sut berishi juda ham kamayib ketadi. Ha. Uni sog'ib yurgan odam bo'lsa biladi. Biz uni 3 ta ham qilganmiz-da, Ha. aniqlashimiz uchun. Keyin hamma uchebniklarda o'qisa ham bu narsalar bor. Ha. Qo'ydi sut berish piki 2-oyda, 3-oyga pastga ketadi. 3 oylikka 90 kunga, 90 kun, 100 kun bo'lgandan keyin juda ham kamayib ketadi. Ha. Bollari nima deydi ani yosh bolalar so'z kelmadi-yu. Ha. O'shanga o'xshagan faqat ermak uchun. Undan keyin 3 oylikdan Yo'q, keyin sut sut chiqmas yo'q. ekanda, demak. Onasini sut berish uchun men bu yerda 350 gram, 400 gram yem berishingizga arzimaydi. Ha. Undan ko'ra onani chiqaramiz. Aha. Dariqa suxostoyga o'tkazamiz, qo'chqorga o'tkazamiz. Aha. Qo'chqorga o'tkaziladi. Bizda 8 oyda bitta qo'zi olamiz. Ha. Bir xil payti 9 oyga o'tib qoladi qaysidir qo'ylarimiz. Nega? Chunki tug'di, 3 oy bu yerda turdi. 3 oydan keyin qo'chqorga qo'ydik. Qo'chqorda yo sirazi qochadi, 15-20 kun orasida qochdimi? Bo'ldi. 145 kun, 150 kundan keyin tug'adi. Ha. Ya'ni 5 oy atrofida tug'argan. 5 oyda qochadi-da. Shu bilan tug'ib beradi. Shunaqa qilib har 8 oyda mana yilni boshida tuqqan qo'ylarimiz mana yana tuqqan. Ha. Yanvar oylarida tuqqan qo'ylarimiz avgustda, sentyabrlarda tug'ishni boshladi yana. Qayta Demak, hozir 2 yilda 3 marta. marta bola olinar ekan. Har 8 oy, 9 oyda shu 2 yilda 3 ta bola olamiz. Ha. Endi shunaqa qilmasangiz bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ha, nega 6 oyda olsa ham bo'ladi deydiganlar bor-da. Ha. Agar 6 oyda oladigan bo'lsa, Aha. sutida problema bo'ladi. Qo'yda o'zi juda ham charchab qoladi. Charchab urinib qoladi. Urinib qoladi. O'shaning uchun
biz endi bu texnologiyani Germaniyadan olganmiz. Ha. Akam yaqinda malaka oshirishga Germaniyaga borganlarida Ha. o'sha yerda nima qilib keldilar. O'shandan keyin men kitoblarni titishni boshladim. Ha. Ungacha oldinlari shu el qatori dekabr oyiga, yanvar oyiga tug'dirardik. Ha. Har yili shu bitta tug'dirardik, bo'ldi. Ha. Keyin qarasak, shunga yo'li bor ekan, shunga o'tib ketdik. Mana bu yil natijani ko'rdik. Yili boshida tuqqan qo'ylarimiz avgust, sentyabrda qaytadan tug'di yana. Qo'zilarimiz zo'r. Endi yana bitta narsa, bular hozir qishin yozim faqat mana shu joyda turadimi yoki chiqarib tashqarida Hech boqib qayerga turadilar? chiqmaydi, yo'q. Yil 12 oy shu yerda turadi. Hech qayerga Bitta chiqmaydi. joyda turadi. Bitta joyda. Однотипный кормление bizada. Ha. Faqat shu ovqatni yeydi. Yil 12 oy bitta narsani yeydi. Aha. Oshqozon ham shunga o'rganadi. Biz endi tashqaridan, bozordan yoki boshqa fermalardan qo'y olib kelganimizda bir hafta 10 kun o'zimiz ovqatimizga ozgina sekin o'rgatib olamiz. Nega? Chunki silis yemagan qo'yga birdan bizni qo'ylarga hozir mana 2 kilodan 4 kilo yeyotgan bo'lsa, shuni bersangiz, ertasi kuniga oshqozoni ushiydi. Ha. O'ta qiynaladi, juda qiynaladi. Qiynaladi. Unaqa bo'lgan paytida shuni ham aytib o'tib ketaylik. Ha. 1 litr suvga 1 choy qoshiq tuz, Aha. 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq chayniy soda yaxshilab aralashtiradi illiq suvga, Ha. ichiriladi. Bu oygin shunaqa yaxshi oldini oladi. Ha. Bo'kib qolganda ham ishlatsa bo'ladi, Ha. ichi bizilganda ham ishlatsa bo'ladi. Akmal aka, yana bitta shu o'rinda odamlarga bitta foydali ma'lumotni berib o'tib ketaylik. Mana hozir bu adashmasam bu Yamani silosda bosilgan. Yaman. Mani o'zimda bitta shu holat bo'ldi. Sveji o'riladi-ku. O'rilgan silosda qoplatib olib kelib beronim, mani qo'ylarimda bo'kish holati bo'ldi. Usmon akam bilan salkam bir hafta lecheniya qilib, uni davolab yaxshi qildik. Ali bitta nimadan o'tdik-da. Shu sveji o'rilganini berish tavsiya qilinmaydi. Yo'q, endi qarang. Sveji o'rilgani Ha. maydalangan makkay bo'ladi. Ha. Maydalangan makkay poya. Aha. U silis emas. Silis bo'lishi uchun 35 kundan 40 kungacha o'rib ko'milgandan keyin Aha. uning ichida o'zidan ajratadigan kislotalar bor. Ha. Молочный kislota, saharniy kislota, yana bir narsalar. O'sha narsalar brajeniya bo'lib, Aha. u 35-40 kundan keyin tayyor bo'ladi. Ha. Ana keyin silis bo'ladi. Sizga boya tushuntirdim-ku. Ha. Menga tuzlangan karam ber desa, Aha. shuni karamni maydalab berib yuborsangiz, u tuzlangan karam bo'lmaydi, u maydalangan karam bo'ladi. Ha, gap yo'q. Mana shu ham bitta obunachilarimizga foydali bo'lsin degan maqsadda aytib qo'yapmiz. Qo'y qiynaladi, to'g'risi. Oshqozoni yog'ir botadi. Juda ham. Qiynaladi. Keyin Ha. silis yemagan qo'yga Aha. silis birdaniga bergan paytda kam miqdordan berishni boshlash kerak. Ha. Va somon bilan aralashtirish shart. Shart. Bedani qo'shsa yana ham zo'r bo'ladi. Undan ham zo'r bo'ladi. Beda qo'shilsa zo'r bo'ladi. Men tavsiya beramanki, silis berdingmi, somon bilan ber. Ha. Aralashtirmasdan berma. To'ppa-to'g'ri. Men misol uchun deylik, bir xil payti bo'ladiki, maydalangan somon tugab qolgan bo'lsa, silis bermalaring deyman. Ha. Maydala, keyin ber. Yo, kechqurunga ulgurmaysiz, unda berma deyman. Ertaga yeydi ovqatini deyman. Bir kun ovqat yemasa hech narsa qilmaydi. Nabarat oshqozoni bitta Ha, yangilab hech narsa qilmaydi. U nima deydi? Bunaqa holatda turgan qo'ylar bir marta ovqat yemay qolsa-chi, nimasi yo'q. Unaqa holatlar bo'lib turadi bizda. Ha. U bo'lib turganda ham nimaga? Faqat o'sha somonni hisobla. Somonsiz bermayman men. Tushunarli. Nimaga? Chunki somon bilan berilgan bilan somonsiz berilganni holatini men ko'rganman, o'zim boshimdan o'tkazganman. Biz ustozimiz o'sha Usmonali, hozir Usmonali ham aytdingiz, Alloh rozi bo'lsin, uning insondan ham juda ko'p foydasi tekkan. Faqat menga emas, juda O'zbekiston xalqiga juda ko'piga foydasi tegadi. Bizga ham ustoz. Usmonali ustoz, hali ham ustozlar. Endi bir nasib bo'lib qolsa bir qishroqqami yo kuzroqqami Usmon akam bilan birgalikda kelamiz. Inshaalloh. Ha? Yaxshi bo'lardi. Usmonali bilan-chi biz necha yil bo'ldi? Bir 3 yil bo'ldi-yu tanishganimizga. Juda ham qalinmiz. Ha. Juda ham qalinmiz. Lob bo'lmasin 2 kun 3 kunda bir gaplashamiz, lekin hali Alloh nasib qilmadi bir-birimiz bilan ko'rishishga. Ha. Olib kelaman. Shu vohana kelasiz. Ha. Endi davom etamiz, akalar. Endi 3 oylikgacha uje bu yerdan ajratiladi, enalardan. Endi boya ko'rsatdik-a? Shu yerda bo'lsa yana bitta ko'rsatib o'tib keting. Shu orada bitta nari tomonga yana o'tib qaytamiz bu yerda. Hop, qani oqqozimiz o'zi. Oqqozi u nariga qo'yib oldi shekilli. Yo, Endi uni hozir onasi yo'qligini hisobiga juda bemalol bo'lib qoldi-da. Bu ona bo'lgan paytda qo'zilar onasining oldidan ketmaydi-da. Nariyoqda ekan shekilli. Yo'q. Bu ana. Ya, nariga qo'yib ketdi.
Mana shu qo'zi hozir 3 oylik bo'ldi. Ha. Sutdan chiqardik, to'g'rirog'i onasini ajratdik-da, onasini nariyoqqa qo'chqor gruppaga o'tkazib yubordik, bo'ldi. Qo'chqorga qo'shildi. Endi o'sha kuyi keldi deganda inshaalloh qochib oladi. Bu nimaga bu yerda qoldi? Urg'ochilarni olishga hali joyimiz yo'qligida. Ne? Chunki avgust oyida tug'ilgan qo'zilarimiz avgustdan boshlandida ikkinchi partiyamiz. O'shandan keyingi erkaklarni hozir ajratganmiz, bu yoqqa tiqdim. Va shuni o'sha yerda ko'rsatib yuboraylik boyagi anaqa. Keyin yana bunaqasidan qaytganda yana bir ko'rinaveradi bu. Gap yo'q. Erkaklarini mana bu yoqqa ajratildi. Hozir ikkita ajratdim kechada oldin kuni. Bittasi sariqligi uchun aniq eslayman, qorasini to'g'risi eslolmayapman. Mana shu qo'zi 3 oylik qo'zi bu ani. Mashimi? Ha, mana shu 3 kun bo'ldi. 9-da shu ajratilgan. Anoni kecha ajratdik. Mana shu qo'zi 3 oylik qo'zi. 3 oylik qo'zini qaranglar akalar. Bo'yi o'rtacha 70 plus minus bor-a? Shu atrof. 70 atrofida bor. Zo'r lekin. Endi videodachi juda ko'p narsani nima qilib bo'lmaydi-da. Bo'yi deysizmi, semizligi, kattaliklarini juda qiyin. Nimagadir taqqoslab yoki oldiga tushib yoki yana bir narsalar ko'rsatmasa juda qiyin-da. Mana shu misol o'sha 3 oylik qo'zi mana kelyapti oldimizga. Yonidagi qolganlar misol uchun deylik bu yerda eng kattasi iyun oyida tug'ilgan qo'zilar. Hozir shunda 5-6 oylik bo'ladimi? Shunaqa. 5 oylik, 6 oylik atrofida. Mana eng kichkinasi mana shu 3 oylik bo'lsa, qolgani shunga yarasha. Mana 6 oylik bo'ladigan bo'lsa, uni ketyapti katta. Ha. Mani 8-9 oylik qo'zlarim mana shunday bo'ldi-da hozir. Shunaqa. Bu endi nima deydi? Boyagi to'g'ri ovqatlanishdiki va nasl borgan sari tozalanishini hisobidan bor. O'sha narsalarga juda ko'p narsa bog'liq. Endi bu yoqqa yana qaytamiz. Xo'p. O'sha joydan davom etamizda. Videoda o'tkazmasdan ko'ringlar akalar, juda zo'r ketyapti videomiz. Men o'zim ham to'g'ri gap, juda ko'p ma'lumot olyapman hozir bu yerda. Biz boya videodan tashqari ham ko'p gaplashdik-da. Ko'p narsalarni gaplashib qo'ydik-da. O'shaning uchun eslatib tursangiz aytib o'tib ketaveraman. Xo'p. Demak, bu yerda keyin mana qarang. Mana shu ixcham. Lekin taxminan 2 oylik qo'zi ixchamligi buni egizi bor. Buni egizi bor, egizi juda katta. O'zi egiz qo'zilarda shunaqa. Men o'zimda shunaqa bir odat qilib qo'yganmanki, egiz tug'ilsa, iloji bo'lsa bir hafta 10 kun kutaman. Ana ikkita tug'ilgan egiz, bittasi zo'rroq, bittasi mundaroq bo'ladi. O'sha mundarog'ini sigiri bor kimgadir berib yuboramiz yoki sotib yuboramiz. Nega? Chunki bitta qolsin, zo'r bo'lsin. Zo'r bo'lsin. Ikkita ham mundaroq bo'lgandan ko'ra bittasi yaxshi bo'lgani ma'qul-da. Hozir misol bitta qo'zini ajratmasdan ikkitani boqaman siz bir xil paytda shunaqa bo'lganki, bitta o'shan bilan sherik bo'lib tug'ilgan boshqa bitta qo'y bolasi misol uchun deylik 3 oy. Biz endi mana dekabr oyi, yanvar oyida tug'ilgan qo'zilarimizni 3,5 oylik taxminanini 3,5 million 4 milliondan sotdik. Erkaklarini 2 million 800 ming, 3 milliondan urg'ochilarini sotdik. O'shanga misol keltiramanki, bittasini misol uchun deylik 3,5 millionga sotsangiz, o'shan bilan teng tug'ilgan egizlar bir xillari shunaqa bo'ldiki, ikkitasini 3,5 million 4 millionga sotdik. Tushunasizmi? Lekin boyagi ikkita tug'ilgan qo'yda bitta tuqqan qo'ydan ko'ra suti ko'proq bo'ladi. Chunki Allohning nimasida rizq bor-da boyagi ikkitaning rizqi. Endi o'sha bitta qo'zini ajratib qo'ysangiz, mana bu qo'zi zo'rroq bo'ladi. O'shancha harakat qilamanki, shunaqa qilishga. Bir xil paytda endi ani ko'z tegmasinga qoldiramiz-da. Mana mana bitta bor. Buni atilab qoldirganmiz, lekin mana bu qo'ying anaqa bo'libdi-ku deydi. Ha, yaxshi-da. Gap yo'q. Xo'p, suv masalasi. Har 8 taga bittadan suv qo'yganmiz. 8 ta oraliqqa. U 8 ta oraliqda xolagan joydan bo'lib, alohida gruppa qilib ketishga imkon bor-da. Misol 4 ta qilasizmi, 5 taga 3 ta qilasizmi, 2 taga 6 ta qilasizmi, farqi yo'q. Har oyi boshida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi 6 kun vitamin, minerallarni aralashma nimalari bor. Uni juda xili ko'p. Qaysidir bitta nom aytsak hozir reklamadek bo'lib qoladi. Uni juda xilma-xili ko'p, aptekalardan so'rasa biladi. O'sha suvdan beramiz. Qo'shib suv. Qo'shimcha, Suv o'sha misol uchun deylik, ertalab tayyorlanib, obedgacha ichib qo'ydimi, obedda yana tayyorlab beramiz o'sha suvni. Misol mana bu 110 litr. 110 litr. 110 litrlik suv, mana shunga 30 gram qo'shtiraman men. O'sha nimalaridan, vitaminlardan. O'sha 30 gram qo'shdimi, obedda ichib oldim, yana 30 gram soladi, yana to'ldirib qo'yadi. Kechga 30 qiladi, yana to'ldirib qo'yadi. Uni qancha ichishini farqi yo'q. Qancha ichsa tayyorlab beraveramiz.
6 kun shu suvni beramiz. Bo'ldi. 7-dan oddiy suv ichishni boshlaydi. Bo'ldi, keyingi oygacha. Tushunarli. Keyingi oy 1dan yana xuddi shunaqa. Bir oyda bir marta o'shanaqa dorilarni. Bir oyda bir marta o'shanaqa vitamin, mikroelementlik suv beramiz. Suviga qo'shib beriladi. Suvga qo'shib beramiz. Endi bundan keyin mana yemlarni hozir nari joyida ko'rsatamiz. Ha, uni nariyoqdan ko'rsatamiz. Akalar videoda oxirigacha ko'ringlar, uni yemlarini ham обязательно necha xil nima narsalar bor, shularni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda hozir o'sha ertalab soat taxminan 8 larda ovqat beriladi. Ha. Bu endi mana hozir titib buni kechki paytgisi 4:30larda, 4larda boshlashadi. Hozir endi, endi qishga qarab ketyapmiz-ku. Ha. Kunimiz qisqaryapti. O'shani hisobidan o'sha paytgacha oxirida hech narsa qolmaydi. Yeb bo'ladi. Yilt qilib qo'yadi. Ha. Yemni beramiz. 5 minutda yemni yeb bo'ladi. Ha. 350 grammdan bittasiga misol ko'p narsa emasda o'zi. Lekin 350 gram hajmi ko'p emas-ku, lekin bizda boyagi aralashma bo'lganning ichida etni ozuqasi ko'p. Ozuqasi, mikroelementlari, vitaminlari, boyagi premikslar qo'shamiz, sodalar qo'shamiz, uni hozir ko'rsatamiz-ku. O'shani 5 minutda yeb bo'ladi. Bo'ldi. Keyin shu bilan yana silis solishadi, ustidan somon solishadi, qo'lda yaxshilab aralashtirib yuboriladi-da. Bo'ldi, tayyor. Bo'ldi, dam. Ertalabgacha top toza qilib qo'yadi yani. Yaltiratib berishadi oxirida. Ana. Bular hammasi bo'g'oz. Qo'ylarda et boshini qaranglar akalar, nihoyatda pokiza, chiroyli. Bular hammasi bo'g'oz. Biz endi boyagi yemni kontrol qilib turamiz. Orada bizda ozgina qo'ylar semizlik darajasi ko'payib ketib qoluvdi. Yemni bir mahalga o'tkazdik. Boy 300 gram, 350 gram yemni bir mahalga o'tkazildi. Qarang, endi to'g'ri kelib qolganini qarang-da. Kecha kechqurun bularga komanda berdimki, bugundan 250 gramdan 2 mahal 500 gram beringlar. Mana shu 3 ta gruppa bo'g'ozlarga. Hozir mana bular bo'g'oz. Hammasi. Shu yerdan tug'adi. Videoni boshlagan joyimiz bor-ku. O'sha yerga chiqib boradi. Raddomga ketaveradi. Raddomga boradi, naringa o'tadi, munga o'tadi. Sutdan chiqqandan keyin bo'ldi, yana bularga tarqab ketadi. Ajraydi yani. Rang-rangiga tarqaydi. Qorasi qoraga, sariqqa sariqqa. Shunaqa qilib boqish kerak ekan, akalar mana. Mana yana suv. Bularga endi vaqdan ham ichishaverar ekanda, farqi yo'q ekan. O'sha aytdim-ku boy, bo'lishga qulay bu. Qolagan joyingizdan bo'lasiz, yoqdan bu yoqdan ketaveradi. Xo'p. Planli qilinsa, qo'yxonani ham, juda ham chiroyli chiqar ekan. Shunday. Endi hozir biz bahordan xudo xolasa yana 1000 bosh qo'yga joy harakati boshlanyapti. Hozir joylarni belgilab ustalar bilan gaplashib qo'ydik. Xudo xolasa. Inshaalloh. Endi kengaytirmasak bo'lmayapti. Albatta. Chunki qo'y so'raganlar ko'p. Go'sht so'raganlar ko'p. To'g'ri. Endi ularga tayyorlab berish kerak-da. Shuni hisobidan yana harakat bo'lyapti. Betlar hozir endi mana tozalash boshlandi. Kechadan boshlashgan. Tozalab kelyapti. Mana kecha men bu joy tozalangan, o'shaning uchun tosh chiqib turibdi. 2 kunda bu tosh yo'q bo'lib qoladi. Chunki 3-4 kun oldin bu yoq tozalanganda. Mana hozir mana shunaqasidan bir chekkadan aynaltirib tozalab chiqishadi. Shu bilan inshaalloh bahorgacha yetadi. Bahorda keyin yana bitta tozalab qo'yamiz. Yozda endi 2 marta tozalanadi. Bahorgacha yetadi. Xo'p, qo'yxona masalasi bo'yicha boy aytdik-ku, mana 3 metr. Ustunlarimiz orasi. Ustunlarning orasi 3 metr. Bunaqasi 4.15 ichi. Ichi 4.15, eni 6 metrlik yog'och qo'yilgan bu yerga. 6 metrlik yog'och qo'yilgan. Strapiladir. Strapilasi 6 metrlik, 4 ta shipirga mo'ljallangan. 4.15. Qolgani bu yoqqa chiqqan. Shunda qancha bo'ladi? 1.85, 1.80lar bu yoqqa chiqqan. Shapkasi. Men bu joyga bemalol arava sig'adigan mo'ljal bo'lgan. Shiferda suvini ariqqa tushadigan qilib, bundan bu yoqqa uklon berilgan, hovlisidan ham bu yoqqa uklon berilgan. Hammasiga aylanib, ko'chada zovurimiz bor, zovurga chiqib ketadi. Yuvib tozalashga, yomg'ir yoqqanda hamma yoq quruq turadi-da. Qo'ylarning ichi beton qilinmagan. Lekin mana men bu yerda orqasidan ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana ustunda orqa tomonini mana taxminan 15 sm atrofida beton quyganmiz. Bu nimaga? Orqasini tozalagan paytingizda past tushib ketadi. Pastga tushgan paytda qo'y ovqat yeyman desa, betonga oyog'ini qo'yadi. Mana oraliq har doim bir xil bo'ladi. Bir xil turaveradi. Bu o'sha uchun, bir xil turish uchun. Xo'p, oxirida 45 sm ga qo'yganmiz. Betonga nisbatan 45 sm. Bu o'sha katta qo'ylarimizga va
3 oy 3,5 oylik qo'zidan tepasiga bemalol bo'ladi bu oxir. Orasini 35 santimetr qilganmiz. Bu o'zi bunday ochsangiz kengayib ketaveradi. Buni yig'ib mana armatura bilan har 1,5 metrga armatura qo'yganmiz. Tortib qo'yilgan ekan-da. Endi Akmal aka, hozir mana tayinni stejga qilgan yaxshimi yoki shunday turgani yaxshimi? Endi stejkada bo'lgandan keyin bulanti nam bo'lib ketadi. Nam bo'lib ketadi. Nam bo'lib ketadi, tortmaydi. O'shaning uchun buni turpoq bo'yicha qoldirish kerak. Agar imkon bo'ladigan bo'lsa, sharoit bo'ladigan bo'lsa, yangidan qurayotgan odamlarga maslahat berardimki, mana shu narsa, mana bu narsani qilsa juda qulay. Biz hozir ikkinchi fermamiz bu, birinchi fermamiz ham xuddi shunaqa qilganmiz, qulaylikda yana shuni qaytadan qildik. Ichini agar imkoni bo'lsa, kovlab, kovlash kerakda, bir 70-80 santimetrda oddiy qumimiz bor-ku, shuvoq qiladigan qum. Yuvilgan, yuvilmagan farqi yo'q. O'shandan qilinsa agar har doim tegi quruq bo'ladi. Chunki uni sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Qumni ustiga shunday suv quying, shippat qurib qoladi. Qurib qoladi. Ketdi. 70 santimetrda nam qilish o'zi bo'lmaydi. 70 dan narig'iga yerga kirib ketaveradi. O'shaning uchun imkon bo'lsa shuni qilish kerak. Tozalagan paytingizda 1,5 santimetrdan qo'shilib chiqishi mumkin. Tushunarli. Misol uchun deylik 2 yildir, 3 yildadir, misol mana shunaqa hozir 150 metr qo'yxonamiz bizni. Uzunlik, Uzunlik. Shunaqa joyga bir faton qumni olib kelib, bir 2 yilda bir to'kib, bir yoy orasida bo'ldi, yana joy-joyiga kelib qoladi. Unda batamom qutulasiz. Nam bo'lishidan. Haligi nima, nam bo'lishidan qutulinar. Nam bo'lishidan qutuladi. Nam bo'lishidan qutuldi deganingiz tuyoq kasalligidan qutuldingiz degani. Tuyoq qachon o'sadi, qachon kasal bo'ladi? Tayindan bo'lgandan keyin. O'sha narsani tagini quruq qilib ushlab tursa, tuyoq maza qilib yuradi. Tushunarli. Bu yerda ham yana bitta oxirimiz mana. Bu yerda yana bitta oxirimiz bor. Bular bo'g'ozlarmi endi? Bular ham bo'g'oz. Mana shu bizda bo'g'ozmas qo'y yo'q. Bo'g'ozmas qo'y bo'ladi qachonki sutdan chiqib qo'chqorga kirgan paytida. 10 kun, 15 kun, 20 kun bo'g'ozmas bo'ladi. Bunaqa boyga yetayotgan 8 oylik nimaga o'tib olsangiz, 8 oyda bir tug'ilishga o'tib olinsa, agar sizda ani qo'zi tug'ilish degan sezon bo'lmaydi. 12 oy tug'ilish bo'ladi sizda. Chunki har kuni tug'ilish bor-da, misol hozir nariyoqqa o'tganda yana bir ko'rsam, xayol kelaman. 2-3 kun oldin tug'ilgan qo'zilarimiz ham bor. O'shaning uchun shunaqa narsa. Keyin bir xilla aytadiki, o'zimizda ham shu fikr bo'lgan. Yozda tug'ilsa bo'lmaydi, kun olib qo'yadi, pachaq bo'lib qoladi, o'smaydi, bekor gap ekan. Men o'zimda o'tkazdim mana. Bekor gap ekan. Endi siz shu narsani nimasini oldingizda endi. Nimaga bekor gap ekan deganim, dalaga chiqsa bekor gap emas. Misol uchun ko'pchilik qanaqa qiladi? Qo'y tug'ib qo'ydi. 5-6 kun ichkarida ushadingizda, keyin endi dalaga olib chiqqandan keyin bir xil qo'zi bilan qo'shib olib chiqadi-da. Mayda qo'zi bo'lgandan keyin onalarning oxirida qoladi. Hamma changda o'sha yutadi. Ustidan issiq uradi, kun olib qo'yadi. O'shani hisobidan dabdala bo'lib qoladi. Endi yopiqda qo'y qilganingizdan keyin u dalaga chiqmaydi-ku. Bular kun ko'rmaydi. Kun ko'radi qachon? Kun chiqqanda botganda bir buyog'idan tushadi, bir yog'idan tushadi. Endi u ham kerak. Biz berayotgan ovqatlarimizda D vitamini bor. Lekin D vitamini bularga ta'sir bo'lishi uchun bular kun ko'rish kerak. Kun o'shanaqa darajada ko'radi. Qolgan payti har doim soya. Soyada turadi. Soya turadi. Lekin nima havosi ham barhavo shabada bor ekan. Endi qarang, bu yerda juda bir ajoyib ish bo'ldi-da. Bu joyimiz oldin ot boqilardi bu joyda. Da otni keyin boqmay qo'ydik. Nimaga? Shabada yo'q edi bu yerda. Havo yurmasdi, qizib ketardi-da. Ventilator qo'yamiz, bu narsa bo'lardi. Navest qilganimizdan keyin shunaqa g'irillab shamol bo'ladigan bo'lib qoldi. Bilmayman, shu mana uni navest qilingandan keyin qanaqadir shabadaga ta'sir qildi bu. Keyin ventilator qo'ydik baribir. Ventilator bu yozda saraton. Yozda yoqib qo'yasiz, endi shunaqa shabada har 3 metrga qo'yganmiz ventilator. Kichkinasidan qo'yilgan ekan. Har 3 metrga qo'yilgan, juda ham o'zgartiradi ichini. Mana bitta yoqqanda bilinadi. Sababi biz endi bu qo'ylar bu yoqqa chiqmagandan keyin junini olamiz. Yozgi paytda vitaminlar bor. Boyagani albenlar ichiriladi, boshqa bo'ladi. O'shanda ichkarida ishlagan paytda bilinadi-da. Uni tekshirish uchun o'sha ishlar qilinayotgan paytda o'chirdik endi ventilatorni. Ko'rsin.
bilaylik nimasini deb. Ha. Juda qizigan joyda bitta yoqqanda rezki o'zgardida chobadasi. Ha, tushunarli. O'zi 6 metrga bir qo'yilgandi, keyin 3 metrga bir qo'yib yubordik. O'sha Bu kichkinaligini ham endi shu yozda rosa jaziramasida yoqiladi. Ha, o'sha paytda. Qolgan payt yoqilmaydi. Unaqa ko'p. Mana hozir mana bu yerda bunday qilsangiz mana liniya bo'lib turibdi, ventilyator. Ventilyatorlar. Mashalloh, ilohim hammamizga nasib qilsin, akalar. Amin, amin. Hop, bular endi Qo'chqorlar, ha? yo'q, qo'zilar. Qo'zilar. Ha, hali qo'chqor bo'lmadi. Bular qo'zilar, erkak qo'zilarimiz. Boya aytdim-ku, sutdan chiqqanda erkakka qo'shishga joyim borligi uchun qo'zini chiqardim-da, onasini qo'chqorga qo'yib yubordim. Ha. Boyagi urg'ochi qo'zimiz yoqda qolganini sababi hech bo'lmasa bir 10 ta qo'zimiz sutdan chiqish kerak-da. Keyin shuni mana bunaqa joydan bitta yopiladi-ku bu bitta joyimizda. Ha. Shuni bitta reshotka bilan yopamiz-da, qo'ziga joy qilib olamiz. Tushunarli. Bularda ratsionlari qanaqa endi? O'sha so'loqlar yeyotgandan keyin Yo'q, bular yemni sal ko'proq yeydi. Ha. Bular ham endi postepенно sekin-sekin ko'tarilgan. Hozirgi kunda 450 grammdan 900 gram yem yeydi Bir kunda. bir kunda. 2 mahal beriladi. 2 mahal. Qaranglar. Ertalab 450, kechga 450. Yemlari mana ortib yotar ekan. Mana. Mana qarang-da, men ko'ryapsizmi, somonini bir xil qilib aralashtirilganda. Buni apparatda emas, qo'lda aralashtiramiz. Buni sil solinadi, ustidan somon solinadi, bir bunday qilinadi, qo'y bunaqa yeydi-ku, o'zi aralashtirib tashlaydi. O'zi aralashtirib yuboradi. Qolganini o'zi aralashtirib yuboradi. Qani, boshlab bersangiz qolganini olib ketamiz deydi-yu, o'shanaqa. Bular ham xuddi shu. Yemni aralashtirmayman men. Ha. Bularga silosga, somonga aralashtirib berma, o'zini beraman nimaga? Chunki bitta berganingizda hammasi kelib bir xil yeb oladi-da. Ha. Lekin silosda hammasi har xil edi. Agar yemni silosga aralashtirsam, hamma qo'y yemda ham har xil edi-da. O'shaning uchun hech bo'lmasa yemda bir xil yesin deb, bu hozir qolmaydi hech narsa. Soat 4 gacha yilt bo'ladi bu. Quruq bo'ladi. Silosom вообще donli ekan-a, Akmal aka? Silosimiz juda sifatli. ekan haqiqatda. Mayin kelgan. O'zimiz ekamiz, o'zimiz o'ramiz. Yaguarda. Yaguarda Tegirmonni o'ramiz. ham ishga solinadimi? Обязательно. Usiz silos o'rish Xato. ish emas. Ha. Usiz o'radigan bo'lsang o'rmay qo'yaqa. Quritginda donini ol. To'g'ri. To'g'risida nimaga? Chunki mana makkay donini ko'radigan bo'lsangiz, mana u narsachi makkay donni maydalamaydi. Makkay donni bizadi. Mana qarang, mana shu yumshoq bo'lgani bilan qo'yda ham, molda ham mana shu narsani Ana yem bo'ldi endi, ha. agar mana shu narsani ustidagi po'stlog'ini oshqozondagi bakteriya teshalmaydi. Ha. Qo'yda unchalik emas, molda ayniqsa. Bizda endi molimiz ham bor-da, bu asosan molga tayinlangan narsalarga endi qo'shimchasiga qo'y qildik-da. Qo'y qilishimizdan boshlanishi ham o'zi mol bo'lgan. Ha. Moldan nushxo'rt qolgan. Ha. Nushxo'rtni nima qilishni bilmaganmizda Ortiqchasi. qo'y olganmiz. Ha. Qo'yga berildi, keyin qo'y ko'payib ketdi. Keyin chuqurroq buni o'rganilib, mana shu natijaga erishildi-da. Shunaqa. Ay, har narsa ham hali behikmat bo'lmaydi deyshadi-ku. Shunday. Gap yo'q lekin. Qo'yda misol uchun deylik, hozirgi kunda moldan ko'ra foydasi qo'yda ko'proq. Eng dolzarb masalalardan Masala biri shu. hozirgi kunda. Qo'y boqqan mol boqqandan yaxshiroq. To'ppa-to'g'ri. Tashvish kamroq. Ha, birinchisi. Tashvish kamroq birinchisi. Unda ham qaysi holatda? Agar sandagi boqayotgan qo'yingni to'g'ri boqsang, sog'lom qo'y boqayotgan bo'lsang. Ha. Ana. Kasalmand qo'yni olish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida? Qo'yxonangda 10 ta qo'y turmasin, 6 ta tursin, 5 ta tursin, sog'lomi tursin. Sog'lom narsadan sog'lom nima deydi? Sog'lomdan sog'lom farzand deydi. Qo'yda ham xuddi shunaqada. Sog'lomini olish kerak. Endi mana shu sohaga kirib, misol uchun hech bo'lmasa bir hali nima deydi? Bir 2-3 partiya boqilsa, o'zi sekin-sekin o'rganib, Misol hech kim bilib tug'ilmagan-ku. Sekin asta olib, boqib, yaxshilab parvarishlarini, ozuqalarini joy-joyida beradigan bo'lsa, ancha-muncha konkurenti yo'q biznesda bu. Shunaqa. Qo'y qancha ko'p bo'lsa ham, uni egasi bor-da. To'ppa-to'g'ri. Sotaman desang sotiladi. So'yaman desang ham yeyiladi. To'ppa-to'g'ri. Qo'yda nima deydi anaqa problemasi yo'q. Sotish ham juda osonda. Misol uchun deylik, bozorga 2 ta mol olib borsang sotalasam, sotolmaysanmi-da. Lekin 20 ta qo'zi olib chiqsak sotamiz-da. Bozorga. Hech qachon qo'zi qaytib kelmagan. Yoki qo'y olib chiqib hech qachon qaytib kelmagan.
Yo'q, iloyim hammamizga nasib qilsin aka. O'sha iyun oyidan keyin tug'ilganlar. Eng kichkinasi o'sha boyagi. 3 oylik. Ha, 3 oylik. Kattasi 6 oylik. 6 oylik. Qo'ylar. 6 ham emas. Qarang, may oyida tug'ilgan qo'ylarni sotganmiz-da, qo'zilarni. Ha. Iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr. Hozir oktyabrmi? 5 oy. 5 oylik. Oktyabr hali to'lgan ham yo'q. Endi hozir bugun 12 mi? Shunday, 4,5 5 oylik qo'zilar ekan. Gap yo'q. Mashalloh. Hozir bunday yosh oyligiga nisbatan gavdasi zo'ra qo'ylardi. O nimalari tish yorgungacha 60 kilo, 65 kilo. Bizni boya aytdim-ku sizga. Har yili bir 60 ta 70 ta erkagidan olib qolib boqaman o'zim qo'zilarimdan. Qolganini qo'zilik paytida sotaveraman. Nega? Chunki joyim chegaralanganda. Hozir misol 525 bosh qo'y bor bu yerda. O'sha chegara meniki. Undan oshsam qiynalaman sig'dira olmaslikka. O'shaning uchun qilamanki, bu ham nimaga boyagi yem olishga, xarajatlarga, boshqa narsalarga olib qo'yiladi-da, o'sha katta qilamizda buni bitta yo'q qilganda ancha ishlarni bitirib olamiz. Yana ozgina qurilish qilamiz, boshqa qilamiz. To'y qilamiz, mashina olamiz. O'shaqa narsalarga ishlatiladi. Qolganini qo'zilik paytida sotamiz. U ham ilojimiz yo'qligidan. Joy yo'q. Agar joyimiz bo'lsa, sotmayman qo'zim. Ne? Chunki o'zingizda tug'ilgan qo'zini bilasiz, u sog'lom. Hamma narsasi joy-joyida bo'lgan qo'ydan tug'ilgan qo'zi zo'r bo'ladi-da. Uni o'zingiz boqqaningiz ma'qul. Keyin Akmal aka yana bitta narsani aytib o'tib ketdingiz video boshlashimizdan oldin. It masalasini aytdingiz. O'shini bitta yetkazaylik. It masalasida ma'ozani gruppalarda ko'p ko'raman-da. Kallasi ketib qoldi. Gangrab qoldi. Vertachka deydi. Vertachkani boshlanishini sababi yo it, bo'ri, chiya bo'ri, shularning axlati. Axlat yerga tushdi. Yerda u o't chiqishini kutib yotadi. Juda sabrlik u. O't chiqqandan keyin o't bilan qo'shilib chiqadi. Uni qo'y yeydi. Oshqozonga kirdi. Miyaga chiqdi. O'sha yerda yaxshilab joy qiladi-da, bo'ldi, joylashadi. Keyin gangrab yuraveradi. Bo'ldi, ketdi, kalla ketdi. Uni dori-ko'llari bormi shuni bunday? Dori-ko'llari bor, lekin kallasi ketgandan keyin emas. Orada. Har 3 oyda o'sha ichki parazitlarga qarshi dorilarni berib tursa, Cloxulan, Clozantel, o'sha ivermektinning ham ta'siri bor deydi bir xilla. Alben. Endi ko'payib ketdi, manizen, rosa ko'payib ketdi. O'sha narsalarni vaqtida qilib tursangiz, boyagi narsa organizmga kirganda birinchi qonga o'tdi, oshqozonga kirdi, qonga o'tdi. O'sha narsani ichida bo'lib tursa, uni o'sha paytda o'ldiradi. Bizda endi yaylovda ko'pchilik boqqanlar uni kuzda bir qiladi, bahorda bir qiladi-da. Uni boyagi vaqti yetmaydi. O't yegan paytda kirib qolishiga boyagi narsani o'shanchaga yetmaydi-da, ichidagi boyagi organizmdagi. Cho'z borisharganda har 3 oyda qilaverish kerak. Har 3 oyda qilsa, xudo xolasa qutuladi. Unaqa narsa ichkarida boqilgandan keyin vapshim qutuladi. Boyagi dorini bermasangiz ham bo'laveradi, bo'ldi, qutuldingiz. Chunki bu yerda it yo'qda. Tushunardim. It kirmaydi, boshqa kirmaydi. Xavfsiz holatda boqiladi. Faqat toza narsa yeydi. Keyin hozir mana ratsionda hozir ko'rsatamiz akalar. Mana shunaqangi ratsionni yegandan keyin ancha-muncha kasallik ham yaqinlashmaydi. Shunday. Immuniteti baquvvat bo'ladi. Immunitet baquvvat bo'ladi. Boyagi aytayotgandek qarang. Premix bor ichida. Premix ichida qancha mikroelement bor, qancha vitamin bor. Ovqatning ichida yo'qdi u narsa. Ovqatning ichida bor, lekin organizmni qoplaydigan darajada yo'q. O'shani hisobidan tashqaridan qo'shib beramiz biz. Endi qo'y qachon kasal bo'ladi? Yetishmovchilikdan. Vitamining yetmasa, boshqa narsang yetmasa. Bu yerda hamma narsa qo'yga nima kerak bo'lsa, biz tashqaridan berib qo'yganimizdan keyin nega kasal bo'lsin? Uyaladi-da kasal bo'lishga. Keyin yana bitta narsani bir Hoji tog'amiz bilan video qilganimizda aytib o'tib ketgandiki, ushuri zakotini ham chiqarib как положено berish kerak. Zakot berilmasa bo'lmaydi. Zakotni biz endi o'zimizga oson qilib qo'yganmizki, har Ramazon oyini 15ida hisob kitobini qilamiz. Da o'sha paytda topshiriladi. O'sha paytda o'sha kerak odamlarga beriladi. Zakoti unaqa katta emas. Keyin yana zakot masalasida bir narsa borki, zakotda yaylovi
boqiladigan paytda asosiy qismi yaylovda bo'lganda deyilgan joy borda. Bir xilla ichkarida boqqanlar o'zini puliga olib berib boqqanlar shuni bir xillari bermas ekan. O'zi qoidasi bilan olsangiz bermasang bo'ladi deydi-da. Keyin biz ustoz aytdilarki, beringlar. Nega? Chunki hozir masalan 520 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa 5 ta qo'y berish kerak-da. Nisobga yetgan o'shuncha 40 tadan keyin o'sha 40 taga bitta, 120 tadan ikkita, keyin har 100 taga bitta qo'shilib ketaveradi. Hozir misol 5 ta qo'y berish kerak. Endi shuncha narsang bo'lib turib, Allohning farz qilgan narsani bermasang qatdan baraka bo'lsin. To'ppa-to'g'ri. Barakani biz yem-xashak berganimiz uchun bo'lmayapti. Alloh bergani uchun bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Ana shu narsaga ham e'tiborli bo'lsalaringiz akalar yaxshiroq bo'ladi va yana davom etamiz va birinchi qo'ramiz. Bu oxirgi qo'rada endi bo'g'oz soliqlari bular. Bular bo'g'oz soliqlari, keyin nariyoqqa o'tamiz. Hozir bularda urg'och sheriklari bor. Urg'och sheriklari. Uni ham ko'rsatib o'tdim. Nari tomondan? U nari tomonda. Hop, bu yoqda endi boyagi bo'g'ozlarda sheriklari bular ham. Bu yerda misol uchun deylik, 3-4 kun oldin onadan ajratib, boladan ajratib kirgizganlarimiz ham bor. Demak, bo'g'oz masam bor demoqchiman-da ichida. Qochganlari ham bor. Yo'q, bu yerda asosiysi qochib bo'lgan. Bu yerda asosiysi bo'g'oz. Lekin ichida 4 ta 5 ta qochmagani bo'lishi mumkin. U ham 3-4 kun oldin qo'zidan ajratganimiz uchun. Inshaalloh bir hafta 10 kunlarda qochib qolishi kerak. Keyin biz onadan ajratganimizdan keyin bu yoqqa qo'shish uchun ishlatadigan preparatlarimiz bor. Vitamin qilamiz. Boyagi qo'chqorga qo'shishdan oldin antibiotiklar bir 3 kun 4 kun antibiotik qilamiz. Butasal qilamiz. Bir qator lichina qilinar ekan. Boyagi nima deydi? Qo'chqorga qo'yishga tayyorlaymiz. Organizmlarda shamollash bo'lishi mumkin. Qishdan chiqqanda endi bari. O'shanga boyagi narsalarda tayyorlaymizki, vitaminlar qilamizki, organizmni sog'latib olaylik. Yiselen qilamiz. Yiselen o'shani tuxumdonlarni ishlatishga yaxshi. O'shanga endi bu narsalar shu Usmonalidan so'rab qilaveramiz. Qilinaveradi. Nimadir savol bo'lsa, ustoz deb telefon qilamiz. Aytgan narsalarni qilyapmiz. Inshaalloh mana baraka bo'lib turibdi, xudo xolasa. Sababini qilyapmiz. Albatta. Boyagi nimalarga ahamiyatli bo'lish kerak. Dori-darmonini vaqtida qilish kerak-da. Dori-darmon deganda bularga endi asosiy qiladigan narsamiz o'sha parazitlarga, gijjalarga qilamiz. Keyin 3 oy 4 oyda bir vitamin qilib turamiz. O'sha butasal qilamiz. O'pshi nima. Undan tashqari yem bilan yeydi, suv bilan ichadi. Suv bilan ichadi albatta. O'sha narsalardan tashqari yana qiladi. Nimaga? Chunki bizniki yaylovga chiqib kokot yemayapti-da. Kokotning ichida endi hamma o'tning ichida har xil narsasi bor. O'sha narsani biz tashqaridan beramiz. Tushunarli. Oxiridan beramiz-da. Bu yoqdan beramiz. O'ta ham go'zal. Endi yemlarini ko'rsatamiz, Hozir oradan nariga qo'yib ko'ramiz-da. Endi akalar yarichka soliqlarini alohida qilib qo'yishibdi. Endi u tomonda joy to'laligi uchun baqa qilibsizlar-da endi. Shunga ajratib qo'yildik. Ham endi bu kichkina o'sha boyagi erkaklarda qo'zichalarida, bular ham boyagi aytgandek may oyida, iyun oyida tug'ilgan qo'zichalar. Govdasi o'shandoq, 23 bosh bor bu yerda. O'zimizga ozginasi oxirrog'idagi tug'ilganlarni olib qoldik. Bular o'zi asloviy zoti qanaqa, hisorimi yoki bizda Qo'chqor Qirg'izistondan kelgan, qo'ylarimiz Tojikistondan kelgan. Va o'zimizni bozordan chiroyli katta qo'ylarni olganmiz. Yaxshi qo'chqor qo'yib, yaxshi nasl olish uchun yirik soliqlarni olganmiz. Lekin asosiysi Tojikistondan kelgan. Asosiysi. Qo'chqor Qirg'izistondan keladi. Sifatlari zo'r ekanda, lekin qaranglar, quloqlari shalpan quloq. Dumbalari ham aynaqa. Bu 5-6 oylik qo'zilarda. Maşallah, ko'z tegmadi. Hop, keyin endi mana yo'lga qo'ydik. Buni endi kelganda rasmga olib qo'ymagan ekanman-da. Bizni bir ukamiz bor, qo'y oldi berdi qilib yuramiz birga. O'sha aka bir proba qiling. Shuni ham bir yo'lga qo'yish kerak deganiga go'sht yo'nalishida keyin bu qo'ylarni oldik biz. Buni go'shtga boqiladi faqat. Go'shtga boqishga oldik. 9 bosh bu yerda. Bu juda abgor holatida. Yo'q, juda ham abgor holatda olib keldik. Men ko'zim yetmagandi bunda. Siz eplisiz dedi. Eplasak inshaalloh deb bismillah deb boshladik. 5 kun lichena qildik. Usmonalidan so'radik, qilinadigan narsalarni tushuntirdilar. Shu narsalarni qildik. Tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarish bo'ldi.
Bir oy bo'ldi shularga hozir. Bir 40 kun bo'libdi, bir oy emas, bir 40 kuncha bo'ldi kelganiga. Juda ham suyak edi. Tog'dan tushgan qo'ylar ekan, juda ovqatdan qiynalgan, juda ham ozg'in holati. Bir oyda shunaqa o'zgardiki, men aytmoqchi bo'lganim, boqishga agar qo'lidan keladigan ukol qilishda boshqani bir yaxshiroq doktori bor odam bo'ladigan bo'lsa, maslahat beraman, yaxshi narsa ekan. Daromadi yaxshi-da. Daromadi zo'r. Ya'ni o'sha sodda tilda aytganda qisir qo'ylarni olib go'shtga boqish. Shunday. Misol uchun deylik, 2600-2700 dan olingan. Shular. Hozir olib chiqsangiz 4 milliondan sotasiz. Lekin buni olib chiqmaymiz hali. Dekabr oyigacha boqamiz, xudo xolisa. Bir 4 oyda mo'ljallaganmizda boqishdi. Kelganiga qancha bo'ldi bularni? 40 kun bo'ldi taxminan. Bir oydan o'tibdi-da. Ha, bir oydan endi o'tdi, lekin juda katta o'zgarish bo'ldi. Bu suyagi chiqib yotgandi. Ha, hozir ancha et olib qolibdi. Bu ham o'sha naryoqdagi qo'ylaringizni yemidan yeydi. O'sha yemdan yeydi. Bular hozirgi kunga kelib bir mahali 550 grammga chiqdi. 1 kilo 100 yeyapti bular. Bular 1 kilo 100 ga chiqdi bularniki. Bular ham shu mana silsini yeydi, somonini yeydi. O'sha bir oyda 5 kun, 5-6 kun vitamin suvini bir xil narsa. Faqat farqi yemida. Endi yana birar oy tursa, uni toshlar nima bo'lib tekis bo'lib qoladi. Buni kecha aytdim-ku, nariyoqda ham aytdim, tozalashni boshladi. Kecha tozalandi. Bir taxminan bir 5 kun, 6 kun, bir haftada bet shunday go'ng qoplaydi. Tosh bitta ham ko'rinmay qoladi. Toza pokiza turaveradi endi. Mana mashaytdi, mana buni tagi bundan bir 4 kun oldin tozalangan mana. Tosh yo'q. Lekin bet ham xuddi mana. Bitta ikkita ko'rinib turibdi. Bu ham ertaga yopilib ketadi. Bet ham xuddi shunaqa tosh joy bo'lgan. Tushunarli. Endi sekin yemlarini ko'rsatsak-a, mana aka. Akalar, endi hozir chiqarilgan somonimizni ko'rsatib o'tib ketamiz razmerini. Mana bu aytdim-ku, 2-3 santimetrlik bo'lish kerak deb mana. Somon, Somon. Mana. Shu maydalikda mana shuni har bir katta qo'ylarimizga bir mahaliga 150 grammdan beriladi. 150 grammi ashi bir siqim bo'ladimi? Kuniga taxminan shuncha bo'ladi. Taxminan shunchasi 150 gramm. Kuniga 300, sutkada 300 gramm yeydi shuni. Bir sutkada. Bir sutkada 300. Bu narsa immunni o'sha atsidozni oldini olishga va yeyotgan ovqatlarni hazm qilish uchun. Bundan mayda bo'ladigan bo'lsa, qovush qaytarmay qo'yadi-da. Yemday o'tib ketib qoladi-da. O'shaning uchun mana shu razmeri bo'lishi kerak. Shu razmer bo'lsa, yegan ovqatini qaytarib, qovush qaytarib, yana nima, jvachka deydi-ku, jvachkasi uchun kerak. Qaranglar, mana akalar qo'y boqishda o'ziga yarasha sekrati bu. Mana nima deydi, shuni bilgan bo'lsalaringiz yaxshi bo'ladi mana. Mana shu razmerida ham katta farq qilar ekanda. Gap yo'q ekan. Buni biz endi mana vulqon drobilkalarida ishlatamiz. Bularnikini mana shu 2 ta set, 4 ta setkasi bor o'zi bularni. Maynida xashagidikini kichkina nimasida qilamiz. Mana bu boyagi qo'zilarga beradigan bedamiz. Mana bu ham juda ham mayli. Mashinadan chiqariladimi bu? Mana shu setkada chiqariladi. Somonchicha yirik chiqarganda beda qo'lanib ketib qolar ekan. Bedani faqat qo'ziga beryapmiz. Endi hozir qimmat bo'lib qoldi-da beda. Agar arzon bo'lsa endi qani hammasiga bersangiz, imkon bo'lsa. Tushunarli. Somon bedani ko'rsatdik, endi yemga o'tamiz. Yemga o'tamiz, Sizlar kutganlaringizdek, akalar, eng qiziq joyi mana yemimizda tarkibida necha xil yem bor va qanaqangi vitaminlar qo'shiladi, shularni sizlarga endi to'liqroq Akmal akam bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Mana qarang. Endi yemni imkoni bo'lsa, juda mayda qilish kerak emas. Mana o'shaning uchun bizga juda mayda emas. Qo'ylarda aytdim-ku sizga, bizda yemni o'zini alohida berganimiz hisobidan juda ham mayda bo'ladigan bo'lsa, yegan paytda changib ketadi. Changi burniga kiradi-da, qiynaladi. O'shaning hisobidan yirikroq bo'lgani ma'qul. O'shaning uchun ozgina yirik setkada chiqaramiz biz. Endi buni tarkibi qarang. 1 tonnaga nisbatan aytamiz-da. 1 tonnaga. 1 tonnani ichida 60 kilo soya shuroti bor. 100 kilo pista shuroti bor. 350 kilo arpa doni bor. 250 kilo makka doni bor. 200 kilo bug'doy bor. 10 kilo premix bor. 20 kilo soda bor. 10 kilo tuz bor. 1 tonna yemni ichida shu narsalar tarkib topgan. Keyin uni rasmini ham nima qilamiz, videoda orada montajda qo'shib yuborasiz. Uni rasmini tashlab beraman sizga. Yo, videoda qaytadan ko'rib qo'ysa ham bo'laveradi. Yoki o'sha joyni ko'rib ko'rsa ham bo'ladi. Shu hozir aytayotgan narsalarimiz aralashmasi rovni 1 tonna bo'ladi. Endi qarang, boya aytdim-ku sizga, mana shu hozir aytayotgan narsamizni
Bu yerda soyasi 60 kilo dedim-ku. Ha. Boyagi qo'zidagi starterni dedim-ku. Ha. Qo'ziga starterni edi, soya shuroti 120 kilo bo'ladi. Makkayisini 250 kiloni o'rniga 300 kilo qilamiz. Bug'doyini 200 kiloni o'rniga 250 kilo qilamiz. O'sha narsalar aralashmasi beriladi. Foizini chiqarib olishadi endi. Tushunarli. Shu yemda beriladi qo'ylarga. Hozir shunda necha xil narsa bo'lyapti? Iqbol aka? Soya, pista, arpa, makka, bug'doy, premix, soda, tuz. 8 xil. 8 xil. 8 xil narsa. 8 xil narsadan tarkib topgan. Endi buni yaxshi tayyorlanishi uchun biz endi o'zimizni fermamizda karma seximiz bor. Karma sexda bu narsani tayyorlaymiz. Nega? Chunki misol uchun deylik 1 tonna narsani ichiga 10 kilo narsani bir xil aralashtirish uchun qo'lda aralashtirib bo'lmaydi-da. To'ppa-to'g'ri. Uning uchun haqiqiy yaxshi narsa bo'lishi kerak. O'sha zavodda ham bitta ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, ko'rsatamiz. Akalar, endi ozuqa sexiga keldik. Bu yerda hozir o'sha aytib o'tdikki 7 xil narsani, 8 xil. 8 xil narsani mana shunda aralashtirib berar ekanda o'zi. Aralashtirib beradi. Xo'p, bu yerda qarang. Mana bu o'sha yemlarimiz maydalaydigan. Shlanga. Shlanga o'zi qaysi mahsulotga olib borsangiz, o'zi tortib oladi. Tortib bu yoqqa keladi-da, nima qilaveradi? Misol uchun deylik, mana bug'doy. Qoplarda pista shuroti bor. Mana makka doni bor. Bu yoqda mana bu ham shurot, raps shuroti bor, soya shuroti bor. Bu ham makka mana. Bu yoqda mana arpa, mana yoqda o'zi asosiy yemlarimiz mana yoqda. Shu shlangada qisqasi tortadi. Mana boyga aytayotgan sodamiz, chayni sodamiz, premixlarimiz, mel, tuz bor deydi. Tuz, mana makkaya, mana naryoqda arpa. Arpani orqasida bu yoqda yana nimadir bo'lish kerak edi. Bitta tayyorlaganlaringizda qancha tayyorlaysizlar? Mana bu soya shuroti. Soya shuroti. Soya shuroti mana qopdagi hammasi soya shuroti, shu olib shu yerdan shlangada. Bu nega bu yoqqa to'kib qo'yilgan? Soya shuroti qo'yda ham, molda ham yemga tayyorlaganimizda bu unaqa ko'p qo'shilmaydi-da. Kam ketadi. O'shaning uchun kerak-kerakni olib tayyorlashadi. Endi qarang, bu yerda shlanga tortib olgandan keyin mana teridagina bug'doy bor ekan. Shlanga tortganda mana buni mana kompyuterga komanda berasiz. Oziq-ovqatlarni kirgizasiz, o'sha kilo yetgandan keyin chiq-chiqqat o'chiraveradi. Mana hozir mana 1814, 1815. Birinchi bunkir, ikkinchi bunkir. Mana bunkirda turibdi. Endi qarang, bundan maydalanib bunkirga tushadi. Bunkirga tushgandan keyin buni ichida katta aynaltiradigan turibdi, aralashtiradigan. Eng tegidan tepagacha bir xil qilib aralashtiriladi. Endi yemlarni yog'dan tortadi. Biz premiximiz kam, 10 kilo. Tuzimiz 20 kilo. Chayni sodamiz ham 10 kilo. U narsalar bu yoqdan qo'shiladi. Ba'dan qo'shib qo'yiladi. Alohida ochiladi, motor отдельно yurg'iziladi, g'izilib kirib ketadi. Mana hozir misol nima bu yerda mana. Mana shuni o'zi ham maydalab ham beradi, mana yirigicha yutib. U maydalab bu yoqqa tashiydi. Mayda tushgandan keyin bu yoqdan chayni sodalarimiz, tuzlarimiz mayda-ku tayyor narsa. Bu bu yoqdan qo'shiladi, aralashadi, boyagi 1 tonna, 1,5 tonnani ichida hammasi bir xil bo'lib aralashaveradi. O'zini soati bor. Buni ishlatadigan yigitimiz bor, Bobur degan yigitimiz. O'sha bola biladi, qancha aralashadi, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Birinchi misol uchun deylik, asosan arpa yeydigan bo'lsa, qo'ylarnikida asosiy tarkibida arpa, eng ko'pi arpa. Arpani chiqaradi-da, boyagi kilosi kam narsani solib qo'yadi. Qolgan narsalar chiqargancha bir xil aynalib yotaveradi. Bo'lgandan keyin naryoqdan tushiradi. Men bu yerdan mana xolasangiz qopga, xolasangiz yerga tushirib, bizda endi ana yerda katta palak traktorimiz bor. Traktorda o'zi, cho'michini qo'yadi. Cho'michga to'kib oladi, bo'ldi, skratga olib kirib tayyor ham ketaveradi. Yerda keyin qo'ylarga har bittasi gruppasiga qarab tortib berilaveradi. Soniga qarab turib, taxminan bermaymiz. Aniq qilib beramiz. Chunki nima deydi, bu misol soni ko'pda endi. Misol 500 taga yaqin bor. Shunaqa aniqlik bo'lmasa ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Aniqlik bo'lmasa, qayerdan bilasiz qancha foyda qilyapsiz? Har bir narsamiz taroz bilan beriladi. Rasxodni bilamiz. Ertaga sotilgandan keyin kelgan puli bor. O'shandan foydamizni chiqarib olamiz.
foydamiz aniqini chiqaramiz. Ha. Taxminan chiqarmaymiz, aniqini Endi chiqaramiz. eng qiziq nima deydi? Bu misol uchun 500 ta qo'y boqib, ko'pchilik qancha foyda qilasiz deb bir og'iz so'rab qo'ymadingiz-da degan obunachilarimiz bor-da. Shunga agar sir olmasa, Uni qanaqa bo'lar ekan e'tiborsak? sir olmasa qancha daromad qilasiz? Shu 500 ta. Uni e'tiborsak qo'y boqadigan odam ko'payib ketadimi deyman. Ko'paysin, xalqimiz foydalansin. Xo'p, endi qarang. Bizda hozir mana taxminan hisobini chiqarsangiz bo'ladi. O'rtacha qo'yimiz 700 gram yemaydi. Ha. Xo'p, 700 gram yemimiz taxminan 1 kilosi 5000 deng. 4,5-5000 ga chiqadi. Hozir aytayotgan narsalarimiz tayyor yemi. 8 xil yem aralashmamiz. O'sha aralashmamiz 4,5 dan 5000 gacha 1 kilo tayyor yemi chiqadi. 5000 ham deng. U ham nimaga boyagi 4,5 deyapman? Har mahsulotni olgan paytimizda mahsulotimizga kelgan narxida farq bo'ladi. Bugun 3000 ga olgan narsam keyingida 3200 ga olishim mumkin. Undan keyingida 2900 ga olishim mumkin. Siz aytgandek o'rtacha 5000 agar olsak, 5000 bo'lsa misol uchun deylik 700 gram qancha bo'lardi? 3,5 ming bo'ladi. 3,5 ming. 3,5 ming. Demak, 3,5 ming bo'lsa, 3,5 mingni 30 ga ko'paytirsangiz 100 ming bo'ldi. Yemi. 3 kilo silsiydi. Sils ham 3 ming hisoblang. Hop. Kilosi ming so'mdan hisoblayapman-da. 3 ming bo'ldi. Bu ham 100 ming bo'ldi. 200 ming xarajatim bor qo'yga. Bir oyda. Bir oyga bitta qo'yga 3 ming xarajatim bor. Endi 3 ming desangiz boyaginaqa oson hisoblashimizga 2 yilda 3 ta hosil olyapmiz, to'g'rimi? 24 ga ko'paytirik. Oson bo'lishi uchun aytyapman. 200 mingni 24 ga ko'paytirsak qancha bo'ldi? 4 million 800 bo'ldi. 4 million 800. 5 million deng. 5 million. 5 millionni ichida 3 ta qo'zi olaman. 3 ta qo'zingizni 3 oy boqqaningizda taxminan 4 milliondan bo'lganda 12 million pul bo'ladi. O'rtacha. 12 millionga hozir qancha rasxod qilyapsiz? 12 millionga 5 million xarajat qilyapman. Demak, shunda siz 7 million 7 million 2 yilda daromad qilyapsiz. 7 million 2 yilda daromad bo'lsa, endi uni 24 oyga bo'lsak qancha bo'ladi? O'z telefonim olsam bo'lar ekan-da, osonroq bo'lishi uchun. Shunday qiling, aka. Endi mana qarang. 7 millionda bo'lamiz 24 ga bo'lsa 300 ming bo'lar ekan. Oyga bitta qo'ydan 300 ming daromadim bor ekan. Siraymi, ha? Mashallah. 300 ming qo'ziga hisoblayapman. Atkorim boqadigan bo'lsangiz taxminan 500 ming daromadingiz bor oyga. Anaqa go'shtga boqadigan bo'lsangiz. Go'shtga boqadigan bo'lsangiz. Endi biz hozir bu yerda ona qo'yni hisoblayapmiz-da. Boyagi qo'zini keyin o'sha boyagi aytayotgan qo'zini agar mana hozir o'zimizda boqayotganimiz bormi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa 600-700 ming daromad qilishni boshlaysiz qo'zisini o'zidan. Sutdan chiqarib olganingizdan keyin. O'shanga o'rtacha aylanasini 500 ming hisoblayvering. Qo'zidagi boyagi 700 ming, 800 mingga buyog'iga urib yorsiz 500 ming hisoblang. Endi 500 ta qo'y qilib qo'ysangiz, 25 millioningiz bor oyiga. Gap yo'q lekin. Lekin bunchalik qilib, misol uchun bu yerda hozir misol xarajati ham o'ziga yarasha. Sekin-asta, sekin-sekin sonini ozroqdan boshlab. Ozroqdan boshlab sekin-sekin hozir misol uchun deylik, tayyor yemni olib tursangiz 200 so'm, 300 so'm qimmat olasiz-da. Misol uchun deylik. Shunaqa. O'zingizda buncha narsa bo'lmagandan keyin 10-15 ta qo'y qilayotgan odam tayyor narsani olib berib tursang bo'ladi. Yoki tayyor narsani olsa, bizga telefon qilsa maslahat tekin. Boyga aytganingizdek, bizni hisobimizdan qolganlarga bir manfaat bo'ladigan bo'lsa, biz telefonimiz 24 soat yoniq. Bemalol telefon qilishsa, haligi Telegram gruppani qo'ymayman silkasini. Bo'ladi. Mana shu kommentariyaga yoki opисаниyaga Telegram gruppamiz bor akalar. Kirsalaringiz, misol uchun qanaqa savollaringiz bo'lsa, bersalaringiz, xudo xolasa, hatto adminlar bor. Haliginaqa pulli bas. Shunday. Tekin. Shunday akalar, Alloh uchun savol javoblarda misol uchun olishinglar mumkin javoblaringni. Shunday. Akmal aka, Alloh rozi bo'lsin. Vaqtingizni ayamaganligingiz uchun o'ylaymanki, obunachilarimiz ko'rib, xudo xolasa, bu mana shunchalik foydali videorolik qildik. Bitta duo qilib qo'yishadi. Duo qilib qo'yishsa bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Akalar, hammaga omad, bizga ham zangrolashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik.